100 qatim anglab bo'lsam-u, 101 qatim yana anglag'im keladigan hikoyadan birini so'zlab beray. Mahkama bugun nihoyat g'alati delodin birini topshirib oldik. Turqidan mahkamaga tunji kelgani chiqib turadigan 80 yoshlar chamisidagi buvay va yig'lab ko'zlari qizarib ketgan bir mo'may kirib keldi. Hokim bo'm ovozi bilan mo'mayga qarab, "So'zla hamma, nimishqa bu yoshga kelganda ajrashmoqchi bo'lasan?" deb so'radi. Mo'may dardlik bir nafas olayotgandan keyin yoshlarini surtib, yig'i aralash ovozi bilan so'zlashga boshladi. "Uningdan jaq to'ydim. 50 yildan beri meni hayotdan bezdirdi." Mahkamada bir baz jimjitlik hukm surdi. Mo'may so'zini davomlashtirib, "Bizning bir sadaf gulimiz bor edi. Uni bek yaxshi ko'ratdim, u bilmaydi. Bu gulni 50 yil ilgari u menga bergan gullar orasidan tanlab olgan edim. Keyin to'y qildik, lekin balaliq bo'lmadik. Sadaf gulini balam o'rnida parvish qildim, hikoya aytib berdim, har kuni paranglashdim. Keyin sadaf guli qurishga boshladi. Balam kasal bo'lgan edi, hokim efendi. To'psini almashtirdim, boshqa tashdakka yetkidim, bo'lmadi. U menga har kuni kechasi turib suv qo'ysang, guling qurimaydi dedi. Har kechasi turib suv qo'ydim, yaxshilanishga boshladi. 50 yildan beri suv quyib kelyotdim. Oldingi kecha uyg'on olmabdiman. Sadaf gulim quribdi. Uning bilan 50 yil birga yashadim. Hayotimni, umidimni, borlig'imni uningga berdim. Ammo u men uchun, bolamiz uchun hech ish qilib boqmadi. Biror qatim bo'lsa-mu kechada turib, gulimga suv quyib qo'yay demidi. Men uningsizmi yaxshi yashay olayman?" Hokim yashangan odamga qarab dedi. "Deydigan gaping bormi, tog'a?" Buvay uvol qilingan qiyofatda azroq midirlab qo'yib, hasiq yo'linib so'zlashga boshladi. "Askar bo'lgan vaqtimda raisning beg'ida bog'van bo'lgan men hokim efendi. U bog'ning bugünkidek bo'ston bo'lishiga qantar oqqizganman. Fatimani mu o'sha yerda tutundim. Sadaf gulini ham. Uningga eng go'zal gullardan guldastalarini berdim. Balkim bu gullarni uningdek yaxshi ko'ra olmagandiman." Bu yoshlik odamning bundoq oshqona so'zlarni qilishini xiyoliga keltirmagan mahkamadagilar hayron qilishdi. Mo'may kichik qizlardek xijil bo'lgan holda yoniga qarab oldi. "To'y qilib uzun o'tmay uning bo'yni og'rib qoldi" deb so'z boshladi buvay. "Doktorga ko'rsatdik. Doktor uni bak uzun uyg'onmay uxlasa, kesili ig'irlab ketadi. Kechasi uyg'onib harakat qilsin dedi. Lekin mening bu ayolim doktorning gapiga faqat pisand qilmadi. Kesili ig'irlab ketyotdi. Shu kunlarda sadaf gulimi qurib ketyotdi. Ana shu chaqda uni oldidim hokim efendi." Buvayning ovozi titrab ketdi. "Kechasi turib sadaf guliga suv qo'ysang qurimaydi dedim. U turib gulga suv qo'ydi. Har kechasi uyg'onib uni kuzatdim. U kechasi suv quyish uchun turib harakat qilg'achqa kesili yaxshilandi. Aslida u sadafni, sadaf uni sug'uriyotdi. Yosh vaqtimda bog'ban bo'lgan men hokim efendi. Sadaf guli ko'p suvni xolamaydi. Ko'p suvda qolsa quriydi. Har kuni u suv quyib uxlagandan keyin men turib suyini to'kdim, to'psini quruq soldim. To'g'ri 50 yil hokim efendi. U suv quydi, men to'kdim. Biroq oldingi kuni qiyrilik hokim efendi, qiyrilik uyg'on olmay qolibdiman. U uxlab qilib suv quymaganligim uchun quridi deb o'ylaydi. Aslida men uyg'onib suyini to'kayotganlikdan qurigan edi. Xatolik menda, qabul qilaman" dedi. Mahkamani jimjitlik qopladi. Atsi gazitga sadaf guli quribdi deb xabar berildi.